Bugün ne ödep kursant kılamiz adamlarda? Yangi yıla 31 gün hem işleyimiz Xudo kalasa. Yok bizlerde şu 6 ming so'm O'zgarmagan. payı var. Ondan sonra 12 hem işleydik, 40'dan sonra 48 payı var. İlahomin, yollarınız bo'lavergay, bo'lib toshib kelavergaysiz. Shunday 6 ming so'mlik shashliklarga yuborgaysiz. Bugün Yangi Bozor sentridagi 6 ming so'mlik shashlik markaziga keldim. Yangi yilga no yangiliklar qilganini hozir tushuntirib o'taman do'stlar. Agar sizlarga shashligijon, shashlik yemak kelsangiz bemalol telefon kelsangiz bo'ladi. Endi nomerlari bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Yangi Bozor sentri zavod ko'cha bo'ladi. Barat ko'chilik sexini yonida bo'ladi. Qaysi kunlar ishlaydi, nechaga ishlaydi, ne gap so'z, shular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Yangi yıla Xudo kalasa aksiyalarimiz var. Yani aytamiz onu. Aksiyalarimiz ko'p yangi yıla. Xalqni xursand qilamiz Xudo kalasa. Bugun ne ödep kursant kılamiz adamlarda? Bugun shu yangi yıla 31 gün hem işleyimiz Xudo kalasa. 31 gün hem Nechaga ishlaysizlar? 11 işleyimiz 31 gün. 11 Odamlar işleymiz. shu narsa qiziqda, masalan, Xudo azonda kelsin, kechki 11 gacha o'tiradi. Avan. Xalasa shashlik jon eksin, xalasa shu yerda Yangi kelib yıla yesin. avan. Yangi yıla icallarımız ham bor, tovuq assortimentlarimiz ham bor. Kusoşilerimiz var, her xilisinden bor kusoşilerini. Ichkarida bormi hozir? Bor. Ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Yine yangi yıla endi Xudo xolasa setcha tovuqlarimiz, kilo desa kilo bilan sütüşni ham beraveramiz. Bonuslar shu bonusmi hali? Avan, shu bonus. O'zgarish hech narsa qilmadi. Yo'q. Mal go'shtdan kusoqlarning hamma assortimentlaridan bor kusoqlarni. Hali shu 6 ming so'mmi bu shashlik? Avan. Boshqa yerlarda 7 ming so'm deb turibdilar-da. Yo'q, bizlarda shu 6 ming so'm, O'zgarmagan. 5 payı bor, 5 bir payı bor. Ondan sonra 12 hem şeydi, 40'dan sonra 48 payı bor. Shu turish o'zgarish yo'q. Avan. Ha. Grilllerimiz ham bor. Yangi yıla. Hamma narsa bor. Tayyorlab beraveramiz. Akkamejanni tayyorlab beraveramiz. Shashlikdan necha xil bo'ladi bu yerda? Turi ko'p shashlikni. Aytgandan tayyorlab beraverasiz. Avan, turi ko'p shashlikdan turi ko'p. Yangi yilga yangilik ko'p xullas. Avan. Yaxshi. Yangiliklar qilamiz hali yangilar yana. Bundan boshqa yana filiallarimiz bor o'xshatsizlarda, ha? Bor avan. Nelarda u? Qizil bayroqda bor. Qizil bayroq. Guliston mahallasida. Avan, Guliston mahallasi Qizil bayroqda bor. Keyin Shivellarda bor. 2 filial bor ekan. Avan, 1 bilan 3. Avan. Bir bilan shu bo'ladi. Yana do'stlar, xohlasangiz Beb Yangi Bozor sentriga kelsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Shirla mahallasina borib yesangiz bo'ladi. Xohlasangiz u Leningradning to'ri Qizilbayroqqa Guliston mahallasina borib yesangiz ham bo'ladi. Pastda telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol shu sizga noy kerak bo'lsa, oldindan zakaz etib oldirib, bilan dostavka qildirib ijab bo'lsangiz, bemalol telefon orasida pastda telefon nomerlari bo'ladi. Gap so'zlaringiz bo'lsa, o'sha yigitlarga murojaat qilaverasizlar. Avan. Yana Pastdan telefonlar ishlab turadi. ishlab turami? Avan, pastdan. Birlar o'chib qoladi deydi u. Yo'q, telefonlar pastdan ishlab turadi. Bizda bir telefon bo'ladi, ha? Avan, shu yerda bir telefon bor, pastdan ishlab turadi.